Assalomu alaykum, hurmatli guruhim kuzatuvchilari. Mani zakazlarim keldi, qizlar. Ko'pchilik savol beradi, necha pul bilan boshlash kerak va nima mahsulot ursam pulimga kuyib qolmayman, hamma mahsulotlar sotilib ketadi deb savol berasizlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman 350 ming so'mlik zakaz. Mana bu cheki va katalog narxida 579.550 so'm va ichki narx, ya'ni men to'lagan narxim bu dastavka narxi bilan, по-моему, 350 ming 350 so'm bo'lgan. Dastavka narxi ichida 350 ming 350 ning ichida. Qizlar, bu 350 ming so'mlik zakazimning ichida qaranglar, ikkita zirali shampun, 3 ta choy, ya'ni 3 xil choy, ikkita gel de dusha La Creme brendidan va mana bu chiroyli hidga ega bo'lgan Love seriyasidan shampunlar hamma soch turiga tushib ketaveradi va 3 xil kraska, soch uchun kraska. Endi qaranglar, buni bilan son olamiz. 2 ta, 3 ta, 5 ta mahsulot, 7 ta mahsulot bo'ldi, 9 ta va yana 3 ta, 12 ta mahsulotimizdan o'zi 350 ming 350 so'm bo'ldi, qizlar. Juda ham bir super. Va bu 350 ming so'mning ichida bitta yangi katalog, ya'ni yangi katalog 12-maydan boshlanadi. Manaki 12-maydan boshlanadi, hali boshlanmadi. Sizlar ham shoshilishingiz mumkin, yangi katalog bilan ish boshlagani.